Leksiyemizi devamlaştırmaz vatandaş. Bugünkü islah 2022 yıl 5. ayının 25. günü vatandaşı. Yana yukarı leksiyanın devamı. Şimdi de mesela lezcuras kişini çüçtüdü, bu detalla kişini çüçtüdü. Hem de kişini gazaplandırdıgan derecede Uygurlarga ve başkalarına kılıngan siyasi ziyankeşliktir. Lezcuras Angliyanın Tashqi ishlar vaziri, Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk valisi barchilar Junguni ziyorat qilishga diqqat qilamiz deb ko'rsatdi. Barchilarning Junguni ziyorat qilishiga diqqat qilamiz deb ko'rsatdi. Lezcuras mundaq ko'rsatdi. Biz uzundan beriki ümit arzularimizni qayta sharhlaymiz. Jungo hükümetinin Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk işleri valisining mükemmel ve çeklimige uçurmay Şinjan'a kirişiga ve şu yerning amaliy ahvolini uzil kesel baholab chiqishiga yo'l qo'yishini umid qilamiz. Biz dal hozir Michel Barcheletning mushabda elib boradigan Jungo ziyoratiga diqqat qilyapmiz. Agar o cheklimisiz Şinjan'a kiralaydigan bo'lsa, bu cho'qim Jungoning Şinjan'da qilgan atkanlarining haqiqiy qiyofatini yoshirishga uringanligini oshkorlab berdi. Kechiringlar. Bizda hozir Michel Barcheletning mushabda elib boradigan Jungo ziyoratiga diqqat qilyapmiz. Agar o cheklimisiz Şinjan'a kirolmaydigan bo'lsa, çeklemey durup Şinjan'a kirolmaydigan bo'lsa, bu cho'qim Jungo hükümetining Şinjan'da qilgan atkanlarining haqiqiy qiyofatini yoshirishga uringanligini oshkorlab berdi. Lezcuras Angliyaning Tashqi ishlar vaziri mundaq ta'kidladi. Biz xalqaro ittifoqdoshlar do'stlar bilan birlikda Jungoning qilgan atkanlarini o'rtaq ayblaymiz. Hem de Jungo amaldorlarini embargo qilish orqali mecburi emgakda qabul turish tadbirlarimizni e'lon qilib, hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Jungoni ayblaymiz ve Jungoning mas'uliyatini surishti qilamiz. Angliya Tashqi ishlar vazirining so'zlariga qarta Rahima Mahmud qarshi olganligini bildirib, lekin Angliya cho'qim harakat qo'llanish kerak. Ondan söz bilan harakat moslashadi dedi. Rahima mundaq deb hisobladi. Angliya hukumati avval davlat parlamentining taklifini qabul qilish lozim. Beijing Şinjan'da irq yo'qotish jinoyat sodir qildi deb e'tirof qilish lozim. Ve Amerika'ya ergişip embargo tedbirlerini qo'llanishi kerak. Mecburi emgak ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Angliyaga kirishini cheklashi lozim. Angliya Yevropa davlatlariga boshlamchi bo'lib berishi kerak. Boshlamchi bo'lib ish boshlashi kerak. Shu kuni Angliya parlamenti, Tuvan palatasi ciddi münazara muhakeme elip verip, partiya guruhlardan alqıgan parlament a'zolari ve Angliya hükümetinin texim ilgirligen alda harakat qo'llanishiga aydakchilik qildi. Bugun muhokamam yo'q vatandoshlar, kechiringlar.